Hurmatli obunachilar sizlere YouTube kanalımıza 19 yılda ishlab chiqarilgan mashinamizni kengroq obzor qilishga harakat qilamiz. Qaranglar, mashina aytilgan rasxodlar, yili, kraskasi, puli hamma narsasi bilan qisman men kengdan tushuntirishga harakat qilaman. Yili mashinamizni 2019 yil 2019 yılda ishlab chiqarilgan. Rengine keladigan bo'lsak, mashinamiz JK2 svet bo'ladi. Ko'raverasizlar, hammalari zo'r, akkuratni. Aytilgan rasxodlarni ko'radigan bo'lsak, amerikankalari qo'yilgan, optiralar qo'yilgan, keyin diskalar qo'yilgan. Diska balonlar qo'yilib turibdi mashinamizda. Keyin metan gazlari qo'yilgan, monitorlar ham qo'yilgan ekan. Konditsioneri bu akvaprintmi, xullas ashinning bir narsalari ham qo'yilgan. Ko'raverasizlar menlarni. Salon qismlari ham zo'r. Akkuratni. Diskalari. Optra amerikankalar qo'yilib zo'r bo'lib turibdi. Bir işte arka krelinde bir petnosi bor ekan. Bunga udar yo'q mashinada. Sostanelari zo'r. Mashinamiz narxına kelsak, endi qaranglar, narxi bilan tanishtiramiz. Mashinamizni naqd pul avtokredit farqi yo'q. 115 milyon so'm bo'lsa beriladi. Mashinamiz 115 milyon so'mga beriladi. Hozir grafiklar bank baholaslarini tushirganini hisobına bu mashinalarimiz 15-16 milyon so'mlar bilan kreditga chiqarib turibdi. Agarda baholasi baland bo'lganda bu mashinamiz zo'r bahada chiqarib berardik biz sizlarga. Hozir qaranglar, bu mashinani sizlarga 115 milyon so'm deb turibmiz. 115 milyon so'mga zo'r baho. 2015-2014 yillarni bahasında yurtdi. Yine diska balon, optra amerikanka, metan tayyor mashin. Masalan, udar yo'q, holati zo'r bo'lgan mashin. Xullas, mashinamiz 14 milyon so'm bilan chiqadi, plus notariuska xarajatlarni qasdi 22 milyon so'mlara boradi adasmasam. 22 milyon so'm bilan hamma ishni bitirib beramiz. Hammangizni barakatli kutamiz. Kelaverasizlar, pastdan nomer qoldiraman. Qiziqqanlar bemalol bog'lanaveringlar. Hammangizni barakatli kutamiz.